Kanadada hech kim, hattoki bomushlar ham och qolishi mumkin emas, ham ishonasizmi? Kanadaning barcha katta kichik shaharlarida Foodbank deyilgan maxsus tashkilot bor. Aynan shu tashkilot binosiga borib yashash uchun eng muhim oziq-ovqatlar, tuxumdan tortib mevalargacha, sariyog', non, shakar, guruch, makaron, un, baliq, pishloq va hokazolarni mutlaqo bepulga olish mumkin. Foodbank bu notijorat tashkilot bo'lib, vaqtinchalik moliyaviy qiyinchilikka duch kelgan odamlarga bepul oziq-ovqat beradi. Kimdan foydalanishi mumkin? Ishsizlar, yangi migrantlar, talabalar, yolg'iz ota-onalar, kam daromadli oilalar, nogironligi bor shaxslar, kutilmagan moliyaviy qiyinchilikka uchragan har qanday odam. Bu tizim faqat uysizlar uchun emas, istalgan odam borsa bo'ladi. Hech kim sizdan pul so'ramaydi, bu yordam mutlaqo bepul. Nimalar beriladi? To'liq ro'yxat: sut, tuxum, sariyog', pishloq, yog', non, guruch, makaron, un, shakar, kartoshka, sabzi, piyoz, salat barglari, mavsumiy sabzavotlar va mevalar, dukkakli mahsulotlar, choy, kofe, sharbat, konserva mahsulotlari, tunets yoki losos konservasi, go'sht, bolalar ovqati, pampers, gigiyena vositalari va hokazo. Bu mahsulotlar Foodbankning zaxirasi va xayriyaga qarab o'zgaradi. Oziq-ovqatlar qayerdan keladi? Supermarketlar, fermerlar, restoranlar, oddiy fuqarolar, kompaniyalar, xayriya aksiyalari. Ko'plab do'konlar sotilmay qolgan, ammo iste'mol qilish uchun mutlaqo yaroqli mahsulotlarni tashlab yuborish o'rniga Foodbanklarga beradi. Faqat oziq-ovqat emas, ba'zi Foodbanklarda ish topishga yordam, soliq deklaratsiyalarini to'ldirish, moliyaviy maslahat, yangi imkoniyatlarga yo'l yo'riq, oshpazlik kurslari, til kurslariga yo'naltirish kabi xizmatlar ham mavjud. Foydalanish tartibi: odatda birinchi marta foydalanganda ro'yxatdan o'tiladi. Ism va manzil tasdiqlanadi. Oilada nechta odam yashashi aytiladi. Shunga qarab mahsulot miqdori beriladi. Har kuni borsa bo'ladimi? Ko'p Foodbanklarda yordam haftasiga bir marta yoki 2 haftada bir yoki oyiga bir marta beriladi. Bu tizim odamlarni to'liq boqish uchun emas, qiyin davrni yengib o'tishga yordam berish uchun yaratilgan. Qiziqarli fakt: Kanadada ko'plab universitetlarning ham o'z Foodbanklari mavjud. Talabalar undan foydalanishda uyalib o'tirishmaydi. Ko'plab supermarketlarda buy one donate one yoki oziq-ovqat yig'ish qutilarini ko'rish mumkin. Bayramlar arafasida esa minglab odamlar Foodbanklar uchun mahsulot hadya qiladi. Ha, Kanadada hayot qimmat bo'lishi mumkin. Ishsiz qolish yoki vaqtinchalik qiyinchilikka duch kelish ham hech gap emas. Ammo bu davlatda odamlarning och qolib ketmasligi uchun butun boshli xayriya tizimi shakllangan. Eng muhimi yordam so'rashdan uyalmaslik. Chunki bugun siz yordam olishingiz mumkin, ertaga esa o'zingiz boshqalarga yordam beradigan inson bo'lishingiz ehtimoldan xoli emas.